Muhammad Yusuf, biz baxtli bo'lamiz. Maylida kimgadir yoqsa yoqmasa, ularga qo'shilib yig'lasharmidik. Biz baxtli bo'lamiz. Xudo xohlasa, Xudo xohlamasa uchrasharmidik. Rayhon hidlaringni yo'llarimga sep, kut meni har oqshom ko'kka oy chiqqan. Faqat yig'lamagin, gunohim ne deb, aybing onang seni chiroyli tuqqan. Menga bir tabassum hadya et ey yor, nur tomsin lablaring sohillaridan. O'zing ayt, senday qiz yana qayda bor, kipriklari uzun kokillaridan. Osmon cho'kib qoldi bu oqshom, yulduz bo'lib yog'ildi bir sas. Bir mahalla nigohni ko'rdim, yashash kerak, sevish shart emas. Sadoqatmi, kimga kerak u? Behudadir ko'z yoshing seli, yulduz bo'lib yog'ildi bir sas. U begona, u endi kelin. To'y bu asli badjahl ota. Baxtli bo'lsin qizim degani, uni senga bermasman bo'tam. Tirik ekan ko'zim degani. Osmon cho'kib qoldi bu oqshom, qonimda bir g'ashlik o'rmalar. Men olovga otarman endi yuragimni qiyma-qiymalab. Yoqa ushlab qolsin ko'rganlar, olovlarga otgim uni bas. Yonib ketsin chirsillab qalbim, sevish kerak, yashash shart emas. Muhammad Yusuf, mehr qolur, muhabbat qolur. O'tar qancha yillar to'zoni, yulduzlar ko'z yoshi samoning. O'tar inson yaxshi yomoni, mehr qolur, muhabbat qolur. Qora chug'da porlagan o'sha, iqboliga chorlagan o'sha, dunyoni tor aylagan o'sha, mehr qolur, muhabbat qolur. Anor sening yuzlaring suluv, xumor sening ko'zlaring suluv, yodda qolmas so'zlaring suluv, mehr qolur, muhabbat qolur. Oqib ketdi suvlarda tohir, Zuhro yig'lab qoldi qon bag'ir, kelganda ham qiyomat oxir, mehr qolur, muhabbat qolur. Nima deysan ey g'ayur inson, g'iybatlaring qildi meni qon, sen ham bir kun o'tirsan inon, mehr qolur, muhabbat qolur. O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf 2001-yil 29-iyulda dunyodan ko'z yumdi. Garchi u vafot etgan bo'lsa-da, uning yodi insonlar qalbida mangu yashaydi. Xulosa qilib aytish mumkinki, har qanday inson ham vatan, ona deya kuylash mumkin, lekin ona vatanni maromga yetkazib kuylay oladigan, xalqning dilini biladigan ijodkorgina chin shoir bo'la oladi. Muhammad Yusufning she'rlarida esa ona vatan, muqaddas tuproq, vatanning mo'tabarligi va azizligi aks ettirilgan. Shunday qilib Muhammad Yusuf bizning ardoqli va chin shoirlarimizdan